Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar azizlar, kechagi nimalarni kommentariyalarni o'qib, boshqalarni o'qib, shunaqangi bir qalbimda quvonch, ko'zimga esa yosh kelib ketdi. Alloh haqi. Nega? Men kimgadir kerakligim to'g'risida eshitgan gaplarimni eshitib, juda ham kommentariyalar o'qib, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga kommentariyalar uchun. Birodar azizlar, Afg'oniston haqida men butunlay boshqacha ma'noda aytgan edim. Boborahim Mashrafning ham bir ajoyib hikoyalari bor. Bu qissai Mashrafda keladi. Eshoni Mashrafda ham xuddi shu ketadi. Boborahim Mashrafning 3 ta kitoblari bor. Ular ham yaqin bir-biriga ma'noda. Shunda Boborahim Mashrafning "Oting nima?" deb bir xalq so'raydi. O'sha mana Afg'on xalqining oldiga borganda Xudoy deb aytib yuboradilar. Bu Alloh, men Xudoman dedi, o'ldiringlar buni, uringlar dedi, qochib borib bir joyga bekinadilar. Podshoning taxtiga. Shunda nimaga men bu shirk keltirdi, Xudoman dedi deydi. Shunda podsho so'raydi, "Nega Xudoman deding?" deb so'raganda, "Yo'q, men Xudoy berdi demoqchi edim" dedilar. Xudoy berdi, Alloh berdi degan ma'noda gapirmoq. Xuddi shuni senga men Afg'onistonda haqida gapirar ekanman. Afg'oniston juda ham oliyjanob, yaxshi insonlar. Ularni yana qayta aytaman, tomlari, bo'ylari loysuvoqdan, ammo qalblari oltindan. Sababi menda qari odamga xavfli ekanligini aytmoqchi edim. Sayohatlar, mana uzoq vaqt ko'chalarda yurish. Mana misol uchun hozir yoshlik paytimda u ko'tarardim. Negaki yosh edim, quvvatim bor edi. Hozir esa mana qaridik, bu yosh boladek bo'lib qolar ekansiz. Shu ma'noda aytmoqchi edim. O'zim uchun xavfliligini aytmoqchi edim. Bu o'sha Afg'onistonga borish, kishi bilmas odamlar, qandosh-urug'imiz yo'q, til bilmaysiz, boshqa bilmaysiz. Shu tomonlama men o'zim uchun xavfli deb tushuntirib aytmoqchi edim. Ammo o'sha nima desingarin aytaveribman, haqiqatda tushuntiribman men. Birodarlar, buning uchun uzr so'rayman. Afg'oniston hech qanday xavfli emas. Yoshlar borsin, boshqa nima uchun borganimiz sababi ham o'shalarga borish sabablari yana qayta aytaman. Hozirgi zamon boshqacha zamon bo'lganligi sababli bizdagi nimalar ularga to'g'ri kelmasligi, bizlardagi esa ularga to'g'ri kelmasligi haqida aytmoqchi edim. Ular ko'proq ruhiy tarbiya to'g'risida gapiradilar. Ruhiy tarbiya, misol uchun bu nima bu? Mana misol uchun ko'proq hozirga qadar meditsina lol qolgan aqlsizlik, ya'ni ruhiy kasal bo'lgan kishilarning qanday tuzatishlari va haqida ham ko'plab ma'lumot o'qidim. Shu haqida aytmoqchi bo'lgan edim. Mana ko'proq aqldan ajraladi. Bu eng yomon musibat. Inson uchun haddan tashqari yomon musibat. Aqldan ozishi, bu hayvon tahlid bo'lib qolishi, bu juda ham yomon narsa. Shularni ular qasida o'qib davolovchi kishilar bilan suhbatlashdim. Haqiqatda meni ko'zim o'ngida bir yosh bir kelinchakni olib kelishdi. U kishi qasida o'qidilar va kelinchak anchagina o'ziga kelganligi, bu shu bilan bir qatorda ko'plab shifo topganliklari haqida so'zlar eshitdim. Afg'onistondagi bu ruhiy tarbiya bilan, dam solish bilan davolashlari haqida eshitib hayron qoldim. Bizda esa u qadar yo'q. Ilgari haqiqatda yoshligimizda yo'yimchi onaxonlarimiz bo'lishardi. Kinda kiribdi bunga deb kinna solib qo'yishardi. Va bizga bobolarimiz tushuntirishardi. Rijol g'ayb to'g'rilarida, aqrablar to'g'risida va yana chiltanlar to'g'risida ham ko'plab bizga ma'lumotlar berishardi. Bular haqida ham sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Demak, ruhiy tarbiya siz bilan bizga zarur ekan. Bu ruhiy tarbiya nima? Shu Muhammad Sodiqning ajoyib bir kitoblari bor ruhiy tarbiya haqida. Bu inson ruhiyati yaxshi bo'lmasa ekan, bu inson hech qachon o'ziga yaxshi yo'l topa olmaydi. Bu falsafa fanlarini o'qimas ekan, fanlarning otasi deb hattoki nima qilishgan, filosofiya fanlarini. Bu mana hozirroq ko'proq mana shu ota bobolarimiz haqida aytar ekanmiz. Mana Sufolloh yor,
va boshqa kitoblar, ayniqsa mana Bog'u bahor degan kitoblarimiz bor. Ularni o'qir ekanmiz. Hattoki shuni o'qigan bosh og'rig'i og'riyotgan odam hatto tuzaladi ham deb yozilgan. Bog'u bahor kitobi. Buni nima ham deyishadi? Chor darvesh ham deyishadi. Bu ajoyib kitoblar, hozir o'qilmay qoldi. Mana bu esa Kalila Vadimda. Buzruk mehr yozgan ajoyib Kalila Vadimda. Shu yerda ham ko'proq ruhiy tarbiya beriladi. Ruhiy tarbiya nima u? Shu mana misol uchun inson tug'ildi, tug'iliboq bir jar yoqasiga keladi. Osilib qoldi, pastlikka qaraydi. Pastlikda esa o'lkan, chuqurlik, jahannam. Tepaga qaraydi. Tepada esa qo'li kichkinagina bir ildizda ilinib turibdi. Uni esa qora va oq sichqonlar kemirib bormoqda. Endi ajal, demak o'laman endi deb turgan mahallida bir asal paydo bo'ladi. Shu asaldan olib yalashni boshlaydi. Bu nimaga o'xshatdi buni? Nimaga o'xshatdi buni? Ajoyib o'xshatish, to'g'rimi? Bu pastdagi jahannam umrning payoni bo'lsa, osilib turgan umr bo'lsa, kemirayotgan oq va qora sichqonlar, kecha va kunduzlar bo'lsa, tepadagi asal yalayotgan asal esa hayot ekanligi to'g'risida ajoyib bir hikoyalar bor bunda. Shu bilan bir qatorda yana bir ajoyib fikr va mulohazalar bor. Shular haqida bir qurbaqalar haqida. 2 qurbaqa chuqurga tushib ketadi. Sheriklari esa bu sakrash bilan balandlikka qarab sakrashni boshlaydi. To'xtamay sakraydi. Iloji yo'q, chiqish iloji yo'q. Unga yaqin atrofidagi qurbaqalar esa chiqolmaysan, qo'y endi sakrama deb unga dashnom beradilar. Shu bilan bir qatorda birinchi qurbaqa o'ladi, ikkinchisi esa yanada balandroq sakrashni boshlaydi. Yanada balandroq sakraydi va oxiri chuqurdan chiqadi. Shunda so'rashadi: "Nimaga sen chiqma desak ham qattiq tamom bu balandlik, bu aql sig'maydigan darajada balandlik, chiqishning iloji yo'q desa-da sen qattiqroq sakrading" deyishganda u aytgan ekan: "Meni qulog'im eshitmaydi, nima deyapsan" degan ekan. Menga dalda, ular baqirib chaqirganda o'ziga dalda deb o'ylagan ekan. Menga dalda berishyapti deb o'ylagan ekan. Nergisi esa chiqolmaysan degandan keyin tushkunlikka tushib bo'lgan ekan. Birodar azizlar, sizlar ham menga ajoyib bir dalda beryapsizlar. Bu bilan sizlarga 1000 marotaba rahmat aytaman. Shu bilan birgalikda hozirgi davolash usullarimiz ruhiy tarbiya bilan davolanmas ekan, bu o'sha 1000 qimmatbaho dorilar bo'lsin, kamyob dorilar bo'lsin, bularni bizga hech qanday foydasi tegmasligi aniq va ma'lum va ravshan. Mana hozir ko'p kitoblarda aytishadi Erman o'simligining dorivorligi haqida, mehrgiyoh haqida, shu bilan birgalikda chumchuq ko'zlar haqida ko'proq gapirishadi. Mehrgiyoh haqida shu juda bir ajoyib joylari bor. Abu Ali ibn Sinoning tib asarlarida juda bir chiroyli nima qiladi. Mehrgiyoh haqida ham gapirishadi. Bu alohida gapiraman. Shu Erman o'simligining guli bir boshqa narsaga davo. O tanasi bir boshqa narsaga davo, ildizlari esa boshqa narsaga davo. Yana bir qiziq tomoni, e'tiborli tomonini eslang. Oy to'lim bo'lganda uzilsa, yana bir boshqa narsaga davo. Kun tikkaga kelganda uzilsa, yana bir boshqa narsaga davo. Shu bilan birgalikda ertalablari quyosh chiqmasdan uzilganda esa boshqa narsaga davo bo'lishi haqida juda ko'p ilmiy asarlar yozishgan. Birodar azizlar, hozir mana shu ba'zi bir nimalarni ruhiy tarbiyalar haqida gapirar ekanmiz. Albatta yana kelgusida sizlarni hozir zeriktirib qo'ymaslik uchun men suhbatimizni to'xtatamiz. Xudo xolasa kelgusi sonlarimizda albatta To'tiyo, Mehrigiyo va Ermanlar shu bilan bir qatorda yana bir boshqa dorivor o'simliklar haqida ham ma'lumot berishga aytib o'tishim kerak. Aytib o'taman sizlarni. Xudo xolasa yaxshiliklarda ko'rishga Alloh taolo nasib bir o'zi aylasin.
Shu bilan birgalikda mana shu asboblarimiz bor birodar azizlar, kelib o'rganaman deganlarga albatta o'rgatamiz, shu bilan birgalikda sotamiz. Har bir shu nima qilayotgan, o'rgatayotgan nimalarga qalbimda bir quvonch bilan ba'zi bir kishilar o'rganib ketishadi, ba'zi birlar esa unchalik emas. Hozirda ota-onalar ba'zi bir kimsalar bolalariga baliq berishni yaxshi ko'rishadi. Baliq emas, siz qarmoq bering. Toki o'zlari o'sha baliqni tutib yesinlar, mehnatini bilsinlar. Siz axir abadiy emassiz-ku. Sizdan keyin bolalaringiz ham qiynalmasin-da. O'zingizga yengillikni, og'irlikni hammasini olmang. Bolalaringizga tarbiya bering. Ba'zi bir kishilar tarbiyaga, shogirdlikka bolalarni olib kelishadi. Haddan tashqari erka, haddan tashqari, haddan ziyod. Birodar azizlar, bolalarimizga tarbiya beraylik. Oddiy misol, men bir kishini farzandlarini olib keldilar, shogirdlikka oling deb. Ha, yaxshi deb bu kishidan so'radim. Siz kim bo'lmoqchisiz kelgusi desam, men gayi bo'laman. Yo'q, yaxshi, juda gayilik, juda yaxshi. Organda ishlash, bu xalqning quruqlash, shu bilan birgalikda tartib saqlash juda yaxshi. Siz bu bilan birgalikda qaysi fanlarni o'zgartirish borishyapsiz desam, ijtimoiy fanlarnimi yo iqtisodiy fanlarnimi desam, men gayi bo'laman. Axir buning uchun ilmli bo'lish kerak-ku. Farzandini o'pgan kishidan so'radim, siz nima ish qilasiz? Men qassobman. Bu kishidan so'radim, siz dadangizga yordam berasizmi? Desam, yo'q. Nega? Men qondan jirkanaman, qon sassiq. Birodar, juda qiziq-ku bu holat deb haddan tashqari hayratlandim. Juda ham hayratlandim. Birodar azizlar, bolalarimizga e'tibor beraylik. Ayniqsa qariman yoki boshqaman deb yo'lda eslang ulug' zotlarimiz. Mana shu Fariddin Attor shunga o'xshagan ulug' zotlar 90-80 ga kirib bir qo'llarida qilich, bir qo'llarida aso bilan dushmanlarimizga qarshi yoshlarni boshlab talda bo'lsin deb o'zlari birinchi jangga kirishganlar. Shunday siz ham bolalarimizga eng oldinda bo'laylik va bular shu bilan bir qatorda ularni tarbiyasiga e'tibor beraylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada fikr va mulohazalaringizni albatta yozib qoldirasiz degan umiddaman.